Anime Anibro.uz sayti uchun o'zbek tiliga o'girildi. Ha, to'g'ri. Men hozir onam a'zo bo'lgan gildiya a'zosiman. Xayrli tong. Xayrli tong, Ariel. Yaxshi dam oldingmi? Ha, to'shakda yotganimga ancha bo'lganda, shuning uchun tun bo'yi chaqaloqdek uxladim. Kechagi mag'lubiyatdan keyin mendan hali ham g'azabda ko'rinadi. Endi hammamiz shu yerda ekanmiz, men muhim e'lonni qilishim kerak. Biz ajdaho tishi nihoyat 3 ta a'zoga ega bo'ldik va bizda jamoaviy jangda qatnashish uchun zarur bo'lgan odamlar soni bor. Shuning uchun biz bu hafta oxirida gildiya musobaqasiga kiramiz. リンカネーションリンカネーション新しい翼で空っぽだったこの手に握りしめたたった一つ夢があるから長い夜も高い壁も越えられる光だけ見つめて空が雲咲くように種が土割るように昨日の翼は脱ぎ捨ててリンカネーションリンカネーション自分を信じて輝く目が鼓動がこの夢を走らせる少年リンカネーションリンカネーション愛を勇気にして心に翼をつけて今羽ばたけまっすぐにまっすぐに行こう決めた未来へTelegramdagi Anibro kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Gildiya musobaqasi. Agar biz g'olib bo'lsak, gildiyani davom ettirish uchun yetarli miqdorda pul mukofoti olamizmi? Ha, to'g'ri. Yana bir bor boshidan tushuntiraman. Musobaqa yakkama-yakka o'tish uslubidagi o'yindir. A'zosi qolmagan gildiya yutkazadi. Aytgancha, gildiya jamoalari 5 nafardan ko'p bo'lmagan a'zo bilan cheklangan, ammo biz 3 kishilik bilan buni uddalaymiz. Bu qiyin jang bo'ladi, lekin boshqa ilojimiz yo'q. Xo'sh, darajadagi qilichbozlarga qarshi jang qilish kamdan kam uchraydi va bizning jamoamizda 2 ta B darajali bor. Bu haqida avval ham aytganding, lekin A darajasi va B darajasi nima? Buni ham bilmaysanmi? Bu individual qilichbozni qanchalik kuchli ekanligini ko'rsatadigan daraja. Aslida jami bo'lib 4 ta daraja bor. Bresgiyadagi 500 ta qilichbozning 20 ga yaqini A darajasiga ega. Reyner va men B darajasidamiz. Reynerni mag'lubiyat olgan ekansan, seni qobiliyatlaring ham B darajadan past emas. Agar A daraja to'g'ri kelmasa, biz buni uddalaymiz. Boshqa ilojimiz yo'q, shuning uchun qo'limizdan kelganini qilamiz. Turnir breketi hozir Kolizeyda mavjud bo'lishi kerak. Men qaysi gildiyaga qarshi ekanligimizni ko'raman. Qayerga ketyapsan? Albatta, mashq qilish uchun. Hoy, Reyner. Menga do'stdek murojaat qilma. Sen o'zingni kuch qilichboz deb atading, to'g'rimi? Qo'pol kuchdan tashqari ham mahoratlaring bormi? Menda jasorat mahorati ham bor. Bu meni ilohiy himoyamni uzoqroq qiladi. Ha, demak u himoyani kuchaytiradi. Buni o'rgansam edi. Agar imkonim bo'lganda. Reyner. Ha, nima deysan? Meni qiliching bilan yaxshilab ura olasanmi? Nima? Iltimos. Yo'q, boshqa birovdan so'ra. Men buni sen qilishingni xohlayman. Kel bu bilan munosabat o'rnatamiz. Seni urish orqali munosabatmi? Lekin men kimnidir yoqimli tarzda urishni umuman bilmayman. Oddiyroq narsalardan boshlay olmaymizmi? Bu yerda qandaydir katta tushunmovchilik bo'lyapti. Men urishingni xohlayotganimning sababi men jasorat mahoratini takrorlamoqchiman. Nima? Jasorat zarbani qabul qilish bilan bir xil. Bu mahoratni o'rganish uchun ilohiy himoyaga ega bo'lmaganimda zarba olish eng samarali bo'ladi. Nima, sen aqldan ozganmisan? Mahorat bu ma'budaning marhamati.
U shunchaki o'zing tanlaydigan narsa emas. Bunga ishonching komilmi? Sen meni juft qilish zarbasi va soya mahoratimni ko'rding. Nima qilmoqchisan? Bu oddiy qilichdan 5 barobar og'irroq bo'lgan maxsus tayyorlangan qilich. Sen uni ishlata olmaysan. Qo'pol kuch mahoratisiz qilichimni qanday tutib turibsan? Menda qo'pol kuchdan ko'proq narsa bor. Soya va juft qilich zarbasi ham har kun mashg'ulot orqali olgan ko'nikmalarimdir. Ishonchim komilki, endi bunga ishonasan. Haqiqiy iste'dod oldida harakat hech narsa anglatmaydimi? Meni kechir. Sen haqsan. Agar sa'y-harakatlar ma'nosiz bo'lganda, men hali ham oddiy qilichboz bo'lardim. Yaxshi, men sen maxsus mashg'ulotlaringga yordam beraman. Lekin men o'zimni ushlab turmayman, sen chindan ham uraman. Hech qanday shikoyat eshitishni xohlamayman. Albatta bo'lmaydi. Shunday go'zal xonim bilan bir shahardan ekanligimdan xursandman. Men senga meni mazax qilma deb aytdim. Reyner, Ariel, dahshatli yangilik. Qaysi gildiyaga qarshi turishimizni bilib oldim. Biz hozirgi eng yaxshi gildiya Qora Shamshir bilan kurashishimiz kerak ekan va ularda 8 ta darajali qilichbozlar bor. Hammasi rasvo bo'ldi. Bundan ham yomoni gildiya boshlig'i Georg ilon kabi shafqatsiz. Shuning uchun bizni yo'q qilish uchun o'z kuchlarini to'playdi. Lekin shunday bo'lsa ham g'alaba qozonishdan boshqa ilojimiz yo'q. Shunday ekan biz tana va ruh bilan bog'langan jamoa sifatida birlashishimiz kerak. Nima, bir-biringizdan allaqachon kaltaklayapsizlarmi? Yo'q, bu maxsus mashg'ulot. Menga esa yangidan jahlingni olayotgandek ko'rinyapsan, Rayner. Men unday qilganim yo'q. Meni qornim ochdi. Yuringlar, guruch yeymiz. Bundan keyin ishtahang borligiga hayronman. Birinchi o'rinda muqaddas suv olishimiz kerak. Demak bu Kolizeymi? Bugungi o'yin Ajdaho tushi va Qora Shamshir o'rtasida, to'g'rimi? Ajdaho Shamshirni ko'p yillardan beri ko'rmagandim. Ha, men ular allaqachon yopilgan deb o'ylagandim. Eski gildiya va yangi gildiya o'rtasida jang. Xo'sh, qay biriga ketkasan? Chindan ham bu haqida o'ylash kerakmi? Qora Shamshir, bu yagona to'g'ri javob. Bizni yopilib ketgan deb o'ylaganmiding? Qo'y, to'xta. Bu yerda pul tikish mumkinmi? Ha, Kolizeyda o'tkaziladigan barcha o'yinlarga pul tikish mumkin. Aytgancha, bizning koeffitsiyentimiz hozir 20 dan 1 ga teng. Bu ajoyib. Bu degani hech kim bizdan g'alaba kutmaydi, jin ursin. Voy, bo'ldi. Ammo bu bizni boy qilish uchun ajoyib imkoniyat bo'lishi mumkin. Agar yutqazsak, hammasi rasvo bo'ladi. Hech qanday mukofot puli gildiyada yo'q degani. Unday bo'lsa, mo'jiza kerak bo'lsa ham g'alaba qozonishimizga pul tikishning nimasi yomon? Men haqman, shunday emasmi? Qo'y, shoshma. Xo'sh, bilasanmi nima? Men garov sifatida uy bazamizdan foydalanib, boshqa kredit oldim va hammasini o'zimizga tikdim. Agar g'alaba qozonsak, hayotimiz butunlay o'zgaradi. Odamlar bizni qashshoq gildiya yoki sobiq shon-shuhrat degan ahmoqlik bilan chaqirmaydi. Ammo biz yutqazsak, farqi yo'q, chunki yutqazsak ham hammasi rasvo bo'ladi. Agar yutqazsak, buni shon-shuhrat olovida qilamiz. Ular chindan ham jasur, naqadar nurli. Otangni gildiyasini saqlab qolish uchun qo'lingdan kelganini qilayotganingni ko'ryapman. Georg, sinfsiz a'zoni yollaganing haqida eshitdim. Shunday bo'lsa nima? Bu yerga bizni kamsitish uchun keldingmi? Yo'q, qo'llab-quvvatlash uchun keldim. Bir vaqtlar menga raqib bo'lgan gildiyani shunday og'ir kunlarga tushib qolganidan xafaman. Bu u ilgari aytgan odammi? Ha, bu Georg. U bizning raqiblarimiz, Qora Shamshirni gildiya boshlig'i. Shuning uchun ham men yordam qo'lini cho'zmoqchiman. Men senga yaxshilik qilib, gildiyalarimizni bir-biriga qarshi turishiga yordam berdim. Ataylab bir-birimizga qarshi turishimizni tashkil qildingmi? Voy, nima uchun menga bunday qarayapsan? Eski va yangi o'rtasidagi kurash bizni diqqat markaziga qo'yadi. Endi senda katta pul olish imkoniyati mavjud. Albatta, agar bizni A darajali qilichbozlarimizni mag'lub eta olsangiz. Biz g'alaba qozonamiz, senga ko'rsataman. Qanday jasoratli ruh. Xayr, bugun senga omad tilayman. U yordam berishni xohlagandek tuyulmadi. Ha, u butun gildiyamizni yo'q qilmoqchi. O'sha uzun sochli yaramas.
Sizlarni ko'p kuttirmasdan bugungi asosiy voqea Qora Shamshir va Ajdaho tishi o'rtasidagi gildiya jangini boshlaymiz. O'sha gildiya boshlig'i da'vogarlar ro'yxatida yo'q ekan. Ular bizga yon bosyaptimi? Hazlashyapsanmi? Ularning butun jamoasi A darajali qilichbozlardan iborat. Ha, ular umuman yon bosgani yo'q. Bu odatdagidan ham tajovuzkor tarkib. Rostdanmi? Unda men qiziqarli ko'nikmalar olaman deb umid qilaman. Hoy, sen gildiya taqdiri shu bilan bog'liq bilasanmi? Buni jiddiy qabul qil, xo'pmi? Buni hamma pulimizni tikkan odam gapiryapti. Endi quyidagi ishtirokchilar sahnaga chiqadi. Qora Shamshirdan bizda qilichboz Giyo. Men ularni butun jamoasini o'zim yo'q qilaman. Hamda Ajdaho tishidan. Nima? Ajdaho tishidan sinfsiz Aril. Sinfsizmi? U bu yigitni sinfsiz edi. Nima, hazlashyapsizlarmi? Nima u, sinfsizmi? Qanday ahmoq, u nima olmoqchimi? Jan ursin, men A darajaliman. Nima uchun sinfsiz to'nka bilan jang qilishim kerak ekan? Men ayollar bilan zavq olmoqchi edim. Tayyorlaning, boshlashingiz mumkin. Lahzalik yugurish bilan kritik sanchish. Aril! Liliya, diqqat bilan qara. O'limdan rohatlan, to. Soya mahoratimi, lekin qo'lga tushding. Yana bir tasvirmi? Bir vaqtni o'zida ikkita, qaysi biri haqiqiy ekanligi muhim emas. Men ikkalasini bir vaqtda lahzali zarba bilan uraman. Yana bitta bormi? Men haqiqiyman, qolgan 3 tasi tasvirlar edi. 3 ta tasvir, axir, imkonsiz. Onam har doim mashg'ulot paytida kamida 5 ta qilardi. Va u bor kuchini ishlatmagan ham. Va g'olib sinfsiz Aril. Qo'yil, u buni uddaladi. Men unga shubha qilmagan edim. U o'sha A darajali qilichbozni shu qadar osonlik bilan mag'lub etdi. Men uni kritik zarbasiga taqlid qila olmadim. Men ko'proq mashg'ulot qilishim kerak. Yaxshi, keyingi o'yin. Qo'y, bu yigit rostdan ham sinfsiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Turnirda hech kim o'z sinf haqida yolg'on gapira olmaydi axir. Ammo u qanday qilib A darajadagi qilichbozni mag'lub eta oldi? Kim biladi deysan, qanday qilib hayronman. Nima? U qisqa vaqt ichida 3 ta darajalini mag'lubiyatga uchratdi. U buni uddalaydi. Mo'jizaviy mukammal jang. Hoy, Liliya, sen jang qilish haqida o'ylamayapsanmi? Men bunday odamlarni yenga olmayman. Shuning uchun hayotim bunga bog'liqdek uni qo'llab-quvvatlayman. Ha, yaxshi. Yana ikkitasi qoldi. Qani, Rayner? Nima? Yana ikkitasi qoldi. Haromi, yolg'onlaringni bas qil. Sen sinfsiz bo'la olmaysan. Istagan narsangga ishonishing mumkin. Ammo qalqon qilichbozlarni mag'lub etish qiyin. Men senga tanqidiy zarba bera olmayman. Shuning uchun ilohiy himoyangni tushiraman. Menga seni maqtovlaring kerak emas. Birinchi navbatda o'zingni ushlab turishing juda g'alati. Yo'q, unday emas. Men bu narxini katta kuch sarflab to'ladim. Harakat bilan faqat shu yergacha yeta olasan. Shuning uchun bizda sinflar va ko'nikmalar mavjud. Qo'lga tushding. Qalqon zarbasi. Oldindan ko'rish. Onamni qilish malika repertuarida men o'rganishim qiyin bo'lgan mahorat.
Yaxshi, men nihoyat bu zerikarli qalqonni nimadir qildim. Shoshma, men bu zarbani qayerdandir bilaman. Ha, to'g'ri. Men buni avval jang qilgan varvarga taqlid qilish orqali o'rgandim. Biroq sonning aylanishi va oyog'imni burchagi unchalik ham to'g'ri emas edi. Menimcha bunda edi. Bunga taqlid qilish orqalimi? Go'yoki buni imkoni bordek. To'g'ri, o'zlashtirish uchun ko'proq amaliyot talab qiladigan murakkab ko'nikmalar bor, lekin ba'zilarini bir marta ko'rganimdan keyin o'zlashtira olaman. Mana bunday. Nima? Men senga hech qachon qalqonimni berib qo'ymayman. Chap berish. Kulgili. Qalqon zarbasi. Men o'ylaganimdek, bu lahzali zarba bilan juda yaxshi bo'ladi. Meni mahoratimni nusxalashingning iloji yo'q. Va bizning g'olib Ariel. Bu yigitning kuchli ekanligi qo'rqinchli. Bu jangda ham u zarba olmadi. U rostdan ham sinfsizmi? Menimcha bu yolg'on. U sinfsiz bo'lishi mumkin emas. Rahbariyat qayerga qarayapti? Uni diskvalifikatsiya qiling. Tinchlaninglar, iltimos qilaman, jim bo'linglar. Menga hozirgina turnir ma'murlari qaror qabul qilgani haqida xabar berildi. Ular hozir Ariel turnir oldidan taqdim etgan sinf ID'sini oshkor qiladi. Ariel, menimcha qarshi emassiz, to'g'rimi? Ha, qarshi emasman. Endi kristal sharni sehri bilan biz hammaga ushbu sinf ID'sini ko'rsatamiz. Sinfsiz. Ishtirokchi Ariel sinfsiz sertifikatini olgan. Nima, rostdanmi? U yerga rostdan ham shunday yozilgan. Qoyilmaqom. Biz yutamiz. Bu ish beradi. Ha, bu ajoyib. Chindan ham u g'alaba qozonishi mumkin ko'rinadi. Nima uchun ko'rinadi deb gapiryapsan? Nima? Ariel shunchalik kuchli ekanligi haqida menga avvalroq aytishing kerak edi. Men dadamni xazinalari va qurollarini ko'proq qarz olish uchun ishlatib, chiqishimizni maksimal darajada oshirishim mumkin edi. Menimcha bu ortiqcha bo'lar edi. Men ham Arielni bunchalik uzoqqa boradi deb o'ylamagan edim. Qiziq, u 5 yil davomida qanday mashg'ulotlarni o'tkazdi? Men bu musobaqa tugashi bilanoq tayyorgarlik ko'rishim kerak. Bayram uchunmi? Ammo hali ham g'alaba qozonishga kafolatimiz yo'q. Yo'q, nikoh guvohnomasi uchun. Nima? Agar biz mag'lub bo'lib, kredit akulalardan qochishga majbur bo'lsak ham, men Arielni o'zimga bog'lab qo'ysam, gildiyani jonlantirishimiz mumkin. Men uni ketishiga umuman yo'l qo'ymayman. Ha. Men gildiyamiz yashashda davom etish uchun hamma narsani qilaman. Nimagadir orqamdan sovuq kelgandek tuyulyapti. Endi esa qora shamshirni so'nggi qilichbozi sahnaga chiqadi. Usta qilichboz Masamune. Yupqattiqli, kamyob ishaytirilgan kavishli qilich. Bu katanami? Ha, to'g'ri. Sharq qilichbozi, ilg'or sinf samuray. Avval bundayni ko'rmaganman. Ha, ammo men ularni shunday gildiya a'zosi borligi haqida eshitmagan edim. Bu uni maxfiy qurol bo'lsa kerak. Endi esa jang boshlansin. U qilichini sug'urmagan bo'lsa ham men xavfni his qilyapman. Haddan tashqari yaqinlashish juda xavfli. Yaqinlashishdan qochasanmi? Sen juda o'tkirsan. Men tez hujumlar bilan g'alaba qozona olmasligimni bilardim. Shuning uchun o'zimga jalb qilib, seni bir zarba bilan o'ldirmoqchi edim. Nima? Men strategiyamni oshkor qildim, lekin sen baribir menga yaqinlashib, o'z qabringga tushmoqchimisan? Harakat qilmasam boshi berk ko'chaga kirib qolamiz. Bundan tashqari yuksak mahoratingni ko'rmoqchiman. Bu imkonsiz. Meni mahoratim faollashganda sen allaqachon yer tishlagan bo'lasan. Bunga ishonching komilmi? Men ham tezligimga juda ishonaman. U hali qilichini tortmadi ham. Uni so'nggi mahorati, shu bilan boshlanadigan mahorat hali ham saqlanib qolganmi? Nima bo'lishi mumkinligini tasavvur qila olmayman. Tasvirdan boshlayman. Yo'q, bu insonning idroki shunchalik keskinki, u buni bir zoomda aniqlab bera oladi. Hammasi men uni doirasiga qadam qo'ygan paytga to'g'ri keladi. Tezroq bo'lgan odam g'alaba qozonadi. Iyay zarba! U qo'lga tushdi.
u g'oyib bo'ldi. Men ko'rgan odam albatta tasvir emas edi. Demak, u meni qilishimdan ham tezroq harakat qilganmi? Sen rostdan ham tezsan. Sen men bu shaharda ko'rgan eng tezkor odamsan. Biroq meni o'rgatgan odam sendan ham tezroq. Teshuvchi bo'ron. Multi-teshuvchi zarbami? Qo'yil, bu qilich malikaning eng yuqori mahorati. Hozirgina nima bo'ldi? Bu juda tez edi, hatto ko'ra olmadim ham. Bizning g'olibimiz Zaril. Sobiq va hozirgi gildiyalar o'rtasidagi jangda ajdahochi ajoyib tarzda g'alaba qozondi. Jan ursan, men bunga juda ko'p pul tikkan edim. Qanaqa top, ifloslar, pulimni qaytarib bering. Tinchlaninglar, iltimos qilaman, tinchlaning. Aril, senga katta rahmat. Sen meni quchoqlashimdan qochdingmi, qo'pol? Kechirasan, menga odamlar sakrasa, qochib ketish odatim bor. Bu uchun opamni aybla. Nima bo'lganda ham endi bizning gildiyamiz saqlanib qoldi va biz juda ko'p pulga egamiz. Ertadan boshlab istaganingcha ovqat va istagan gazagingni yeyishing mumkin. Ha, ajoyib. Bu shunchaki haligi. Men momentdan foydalanaman deb o'ylagandim. Agar meni quchoqlamoqchi bo'lsang, avval qurol aslahangni yetishingni istardim. Biror narsa dedingmi? Yo'q, hech narsa. Men roziman. Men quchoqlash uchun hamma narsamni yetishim mumkin. Sen yana bunga chap berding. Anime.ru sayti uchun o'zbek tiliga o'girildi. La'nat sinfsiz axlat bo'lagi, shunchaki kut. Qani Aril, rahmat aytishimga ruxsat ber.続く空その広さに決意がひるむこのままじゃ嫌なんだそう言って漕ぎ出した誓いは揺れない当たり外れで勝ちを決めるなよ僕だけの道で僕を生きていけ